alaykum, sizlar bilan har doimgidek Phoenix. Bugungi videoda biz qonli oy eventidagi keladigan yangi skinlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi skinimiz mana bunday qonli oy eventida keladigan yangi Scarlet Warrior degan erkaklar kiyimi. Ikkinchisi uning xuddi shuning qiz bolalar uchun kiyimi. Bu ot uchun skin. Mana shunday yangi kelgan skini. Uvazikka skin. Va mana bunday zombi samuray. Buni hamma polni full set keladi. Bu qonli oy eventi kelish sanasini men o'tgan videoda aytdim. Agar u videoni ko'rmagan bo'lsangiz profilimdan o'tib ko'ring. Agarda sizga bu video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib do'stingizga yuborib qo'ying.